Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. U zotning hayolari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi haqida gapirib quyidagi so'zlarni aytadi. Ey insonlar, Allohdan haqiqiy hayo qilinglar. Allohga qasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan kunimdan boshlab, agar qazoi hojatga chiqadigan bo'lsam, Allohdan hayo qilganligimdan boshimni pastga engashtirmas edim. Bu zotning Allohdan bo'lgan hayolari mana shunday suratda edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning parhezkorliklari. Abu Bakrni o'zini ozod qilishlikka mukofotaba qilib yozgan bir quli bo'lar edi. Shu qul ko'chaga chiqib pul topib kelib, qandaydir bir taom topib kelib, Abu Bakrning oldiga qo'ysa, Abu Bakr albatta bu narsadan halol yer edi. Kunlardan birida mana shu quli bir taomni olib keldi, Abu Bakrning oldiga qo'yganida Abu Bakr olib bir luqma bundan yutdi. Quli qarab turib, "Ey sayyidim, har safar biror narsa olib keladigan bo'lsam, qayerdan olding? Qanday mehnat qilding? Nima bu deb so'rardingiz. Bugun so'ramasdan shunday yeb qo'yardingiz." Deganida Abu Bakr qornim ochligidan shunday qilib qo'yibman. "Xo'p, aytchi, qayerdan olding bu narsani?" Qul aytadi, "Johiliyatda" deydi. Islomga kirmasdan turib bir kishini ruhiya qilgan edi. O'sha paytda ularning qo'lida biror bir belgilik narsa yo'qligidan ularni qarzdor qilib qo'ydim. Bugun yo'l qilib olishdida ana shu qarzlarni berishdi. Johiliyatda man qilingan ish bilan birovga qarz qilib qo'ygan edi. Shu taomdan bir luqmani bilmagan holda yeb qo'ydi. Bu luqmani kelib chiqishidan xabardor bo'lgan Abu Bakr qo'lini og'ziga tiqib shu ovqatni chiqarmoqchi bo'ldi. Juda ko'p qiylandi, ranglari ko'karib qoraydi, lekin muvaffaq bo'lmadi. Yonida turgan kishilar bu narsani suv bilan chiqarsa bo'ladi, maslahat berishdi. Buyurdi, oldiga suv olib kelishdi, suvni ichdida qornida bor bo'lgan hamma luqmani chiqarib tashladi. Yonida turgan kishilar, "Ya Abu Bakr, bu bir yutum ovqatga shuncha mashaqqatga kirasizmi?" Abu Bakr javob berib aytdilarki, "Agar mana shu luqma suv bilan chiqmaganida, u luqmani o'zimni ruhim bilan, nafsim bilan chiqarib tashlardim. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zlarni eshitganman. Qaysi bir jasad harom luqma bilan unadigan bo'lsa, harom luqma bilan ulg'ayadigan bo'lsa, bu jasadni boradigan joyi jahannam" deganlar. Bir tishlam luqmani yeyishlikdan burun Abu Bakr mana shunday parhez qildi, taqvo qildi. Xulosa olaylik o'zimizga. Nima pul topyapmiz, nima yeyapmiz? Duolarimizni ijobat bo'lishidan to'sadigan sabablar ko'p. Shulardan bittasi va asosiysi harom luqma. Ulamolar aytishadi, insonni qalbini tirik turishligini 5 ta dorisi bor deydi. Birinchisi Qur'on tilovati, ikkinchisi qorinni bo'shroq tutish, bo'kib ovqat yemaslik, keyingisi qiyomul laylda turishlik, keyingisi saharda tavba tazarru qilishlik va 5-inchisi yaxshi kishilarning suhbatida o'tirishlik. Imom Navaviy qalbni dorisini sanab o'tib turib ulamolarnikini, endi 6-sini men o'zimdan qo'shib qo'yaman deydi. Bu halol luqma deydi. Agar kishini yeyotgan luqmasi harom bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi amali qabul bo'lmaydi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, safarga chiqib uzoq yurganligidan kiyim boshi iflos bo'lib, yegani ham, kiygani ham, ichgani ham harom bo'lib ketgan musofirning duosi qayerdan ijobat bo'lsin? Musofirning duosi ijobat bo'ladi, lekin luqma qoniga harom kiradigan bo'lsa, duosi ijobat bo'lmaydi. Kattalarimiz, farzandlarimiz nima ish qilayotganligi, qanday tijorat qilayotganligi, qayerdan pul topib kelayotganligini so'raylik. Latoxonada bug'doy sanatyaptimi odamlarga? Aroq olib sotyaptimi? Aroq sotganlarda ba'zilardan eshitib qolgan edim o'zim. Aroqning puli harom desa, nimaga harom ekan deydi. Men zakotini beraman buni deydi. Subhanalloh, bu zakot berib qo'yib halol qilib olyapti. Endi shuni pulini yeyotgan kattalar katta-katta yeb, katta-katta duo qilayotganda yaxshi bilib qo'yaylikki, luqma harom bo'lsa, ibodatlar, duolar ijobat bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatini eshitgan kishi, ummatni payg'ambar alayhisolamdan keyingi eng yaxshi kishisi bir tishlam luqmani bilmay yutib qo'ydi. Bo'pti, endi istig'for aytib qo'yaman demadi.
Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatini mahkam ushlagandilar. Kullu jasadin yanbutu min sahatin fannar aula bihi. Harom luqma bilan ulg'aygan, o'sgan jasad jahannam boradigan joy deyildi. Shuning uchun yeyotgan luqmamizga qattiq e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Parvardigorning ne'matiga shukr qiluvchi banda edi. Abu Bakr shuncha bashoratlarni, shuncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan fazilatlarni eshitishiga qaramasdan Parvardigorga duo qilib aytardi. Parvardigoro, jamiki narsalardagi ne'matni mukammalligini so'rayman. Shu ne'matlarga shukr keltiruvchilardan qilishingni so'rayman, hamda shukr keltirganimda o'zing rozi bo'ladigan bandalardan bo'lishligingni so'rayman. Va nimaiki yaxshilik bo'lsa, berishligingni, hamma mashaqqatlardan yengillikni so'rayman. Shukr qiluvchilardan qilgin. Shukr qilganimda shukrimni qabul qilib, o'zing rozi bo'lgan bandalaringdan qilgin deydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ismi zikr qilinadigan birinchi kishi. Abu Bakr Siddiq Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosgan eng afzal kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu deyildi. Payg'ambarlarning tarixiga qaytadigan bo'lsak, Manil Karim deb so'raldi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan. Eng karim kishi kim? Ota-bobomizni kim bo'lganligi bilan faxrlanishlik bor. Nasl nasabga tayanib turib, biz o'zimizni boshqalardan ustun ko'rishimiz bor. Men palonchi to'pidanman, men palonchi yiblardanman deb turib faxrlanishlik bor. Bu johiliyatning belgilaridan. Kishini aziz bo'lishligi, Allohning huzurida mo'tabar, muhtaram bo'lishligi iymoni bilan, taqvosi bilan. Agar nasl nasab bilan faxrlanish mumkin bo'lsa, eng nasl nasabi zo'r bo'lgan kishi bu Yusuf alayhissalom. Manil Karim deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim alayhissalom. O'zi nabiy, otasi nabiy, bobosi nabiy, bobosining otasi nabiy. 4 ta avlod payg'ambar. Lekin Yusuf alayhissalomni bu nasab bilan faxrlanishlik emas, balki Alloh taoloning quli bilan bo'lganligi bilan faxrlanishligi birinchi o'rinda turar edi. Payg'ambarlar ichidagi eng nasl nasabi balati Yusuf bo'lsa, payg'ambar bo'lmaganlar ichidagi eng nasl nasabi balati kim bo'ladi? Mana aytdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari odam bolasi yer yuzini bosadi. Payg'ambarlardan keyin yaxshisi Abu Bakr. Endi birodarlar, bir savol deymiz. Bir urug'dagi 4 ta avlod sahoba bo'lishi mumkinmi? To'ralasi sahoba bo'lishi mumkinmi? Rasulullohga sahoba bo'lishi sharafiga bir urug'dan 4 ta avlod ergashishligi bor. Bu Abu Bakrga berilgan sharaf. Makka fathida Abi Quhofa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganidan keyin mana shu sharaf jamlandi. Abi Quhofa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba bo'ldi. Abu Bakr sahoba, Abdulloh ibn Abu Bakr sahoba, Abdullohning o'g'li sahoba. Bu sharaf Abu Bakr Siddiqqa jamlandi va berildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sirni saqlashlikda, omonatdorlikda, ahdga vafo qilishlik, bergan va'dasiga rioya qilishlikda o'zini suyukli payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilgan kishilardan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: Badrda qatnashgan Hunays ibn Xuzofa vafot qildi. Bu kishi Hafsaning kuyovi edi. Ya'ni Umarning qizi Hafsa beva qoldi. Shunda bir qancha vaqt o'tgandan keyin men Hafsani Usmon ibn Affonga yo'liqib turib, nikohlab olishligini taklif qildim. Agar xohlasangiz, Hafsani men sizga nikohlab beraman dedi. Usmon ibn Affon bir o'ylab ko'raman bu to'g'rida dedi-da, javob aytmadi. Javob borolmagandan keyin biroz xafa bo'lgan bo'ldi-da, Abu Bakrni Siddiqning ro'parasiga kelib turib, Abu Bakr, agar xohlasangiz, qizim Hafsani men sizga nikohlab beraman dedi. Abu Bakr umuman hech narsa demadi. Umarni xafa bo'lishligi Abu Bakrdan, Usmonning xafa bo'lishidan ko'ra qattiqroq bo'ldi. Usmonni har qalay bir o'ylab ko'ray dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hafsa onamizga sovchi qo'ydi. Umar ibn Xattob rozi bo'lib nikohlab berdi. Rasululloh Hafsaga uylanganlaridan keyin Abu Bakr Siddiq Umarning oldiga kelib aytdiki: "Ey Umar," dedi, "Hafsani menga taklif qilganingizda men javob bermaganligimga xafa bo'lgan bo'lsangiz kerak" dedi. "Ha," dedi, "Meni javob bermasligimga sabab Rasululloh
Hafsa haqida so'z ochayotganligini eshitgan edim. Bu narsa sir turuvdi. Shu sirni oshkor qilishni xohlamadim. Agar Rasululloh nikohiga olmaganda albatta men nikohimga olardim deydi. Bu qanaqa sir edi? Bu aytib qo'ysa Umarni xafa qiladigan sir emas edi bu. Umarni boshini osmonga yetkazar edi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu payg'ambarimizni o'ziga kuyov qilib oldi. Keyinchalik xalifa bo'lib turgan paytlarida Ali roziyallohu anhuning qizlaridan biriga uylanadi. Shunda xalifa bo'lib turgan Umar ibn Hattob kibor sahobalar o'tirgan majlisga chiqib turib, "Hanniuni" deydi. Bir qulluq olsin deb qo'ylar deydi. Desa, sahobalar nima bilan desa, bugun deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan nasl nasabim tamomiy tutashdi deydi. Bir tomondan payg'ambarimiz o'ziga kuyov qilib olgani bo'lsa, ikkinchi tomondan payg'ambarimiz urug'iga men kuyov bo'ldim. Qarindoshligim tamomiy bo'ldi deydi. Men Rasulullohdan shunday so'zlarni eshitganman. Har qanday urug'chilik, har qanday nasl nasab qiyomat kunida uziladi. Faqat meni urug'chiligim uzilmaydi. Ular men bilan birga bo'ladi degan eshitganman. Bugun Rasulullohga tamomiy qarindosh bo'ldim deydi. Abu Bakr Siddiq mana shunday xursandchilikni sir bo'lganligi uchun indamay qo'yaverdi. Sir nima edi? Sir birovga kishini bildirgisi kelmagan bir so'z yoki bir xabari. Bir odam ikkinchi odamga sirni aytar ekan, bizning qonimiz yorilib ketadi. Agar 2 kun ushlab tura olasak. Esimizda turar ekan, birovga aytmasak qonimiz yorilib ketadigan bo'lib qolganmiz. Abu Bakr Siddiq sir saqlashda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy muqtadiy bo'lgan sahobalardan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kechirimli zot edilar. Ummul Mu'minin Oysha onamiz haqida munofiqlar nomaqbul bo'lgan so'zlarni tarqatishdi. Fahshda ayblashdi. Vaholanki Oysha onamiz pokiz edi bu narsadan. Shunda ba'zi bir mo'min kishilar ham mana shu so'zlarni takrorlaganlarida ularning orasida Mustih ismli sahoba ham bor edi. Bu kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhudan juda ko'p xayr-saxovat, xayr-ihsonlarni olib turar edi. Mustih ham Oysha onamiz haqida shunday bir nomaqbul gapni gapirganlarni eshitganlarida Abu Bakr mana shu kishiga qaytib yaxshilik qilmasligi haqida Allohga qasam ichdi. Shuncha yaxshiligimni ko'rib turib, menga shunday bir kufron ne'mat qildimi, yaxshilik qilmayman Allohga qasam dedi. Shunda Alloh taolo oyatlar nozil qildi. Sizlardan fazl va keng katta moli davlat egalari qarindoshlariga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida infoq ihson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni avf qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Bu oyatlar nozil bo'lganda Abu Bakr darrov fahm qildi. Bu oyat u haqida nozil bo'lganligini. Robbim meni kechirishini xohlayman deb avf qildi hamda yana xayriyasini davom etkazdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning sabotlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar va bu musulmonlarni boshiga tushgan eng katta musibat edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlardan biringlarni boshlariga bir mashaqqat yoki musibat tushadigan bo'lsa, meni o'limimni eslasin. Agar biz haqiqatan Rasulullohni u zot aytganlaridek otamizdan ham, onamizdan ham, hatto o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rsak, Rasululloh vafotini oldida dunyodagi hech qaysi musibat, mashaqqat, musibat bo'lmaydi. O'sha shoir aytgandek, Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor. Undan keyingi musibat hech narsa emas, agar biz Rasulullohni yaxshi ko'rgan bo'lsak. Rasulullohni otasidan ham, bolasidan ham, o'zini jonidan ham yaxshi ko'radigan sahobalar Rasulullohni vafotini bu qattiq zarbani ko'tarisha olmadi. Umar ibn Hattobdek tog' bo'lgan sahobalar ham Rasulullohning o'lganligini, haqiqatligini qabul qilishni xohlashmadi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining qisqagina so'zi bilan, qisqagina bir ma'ruzasi bilan sahobalarni yana oyoqqa turishliklariga sabab bo'ldi. U zot aytgandi: "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, tahqiq Muhammad vafot qildi. Ammo kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shu kungacha, Alloh tirikdir, hargiz o'lmaydi. Astagfirullah. "Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqibayhi falan yadurulloha shay'a va sayajzillahu ash-shakirin." Muhammad bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan. Agar Muhammad vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ortinglarga qaytib ketasizlarmi?
Kim ortiga qaytib ketsa, faqat o'ziga ziyon qiladi. Allohga ziyon keltira olmaydi. Shokir bandalarni Alloh taolo albatta mukofotlaydi. Bu oyatlarni o'qib berar ekan, sahobalar go'yoki birinchi marta eshitayotganda turishar edi. Musibatning qattiqligidan yodlagan, yoddan bilgan oyatlarni esdan chiqarishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin Abu Bakr mana bilamiz, sahobalarning ittifoqiga ko'ra Rasulullohning o'rinbosari, xalifatur rasul bo'ldilar. Minbarga chiqib, odamlarga xutba o'qir ekan, birinchi aytgan xutbalari quyidagicha bo'ldi. Ey insonlar, men sizlarning ustingizga rahbar bo'ldim. Sizlarning oralaringizda eng yaxshisi bo'lganligim uchun emas. Agar men chiroyli, go'zal, to'g'ri amal qilsam, menga yordam beringlar. Agar xato qiladigan bo'lsam, meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonat. Xato qilsam betimga yetmasanglar, omonatga xiyonat qilgan bo'lasizlar. Yolg'onchilik esa xiyonat. Noto'g'ri ishni ham to'g'ri deb tursanglar, xiyonat qilgan bo'lasizlar. Haq bo'lgan zaif meni huzurimda kuchli. Lekin nohaq bo'lib turib, sizlarning orangizda kuchli bo'lgan kishi meni oldimda zaif. Bilingki, Alloh taolo amri ma'ruf nahiy munkardan tiyilgan qavmni xorlik bilan balolaydi. Biringlar ikkinchilarni xato qilayotganliklarini ko'rib, qavmning ichida bir ma'siyat bo'layotganligini ko'rib, tuzatib qo'yishlikka yarab turib, aytib qo'yishga ham yaramagan odamlar balo yoppasiga kelishligini mana shu so'zdan tushunib olamiz. Chunki Alloh taolo bir qabilani vayron qilgan farishtalarni yuborar ekan, bu farishtalar bu qishloqning o'rtasida bir taqvodor, oqsoqolni taqvodor bir bandani borligini aytib borishdi Allohga. Taqvodor edi, hamma yo'g'i yaxshi edi, lekin odamlarni haqqa chaqirmas edi. Baloni o'shini uydan boshlaydi dedi Alloh taolo. Chunki amri ma'ruf nahiy munkar siz bilan biz yelkamizdagi farzlardan bitta bo'lgan farz. Qaysi bir qavm orasida fahsh, fohishalik ziyoda bo'lar ekan, Alloh taolo yoppasiga ularni balolaydi. Alloh va rasuliga itoat qilgan joyimda menga itoat qilinglar. Agar Alloh va rasuliga osiylik qilgan bo'lsam, menga itoat qilmanglar. Turinglar, namozinglarni o'qinglar dedi. Mana shu qisqa so'zi bilan o'zini kelajakda bu ummatni ustida olib boradigan siyosatini, rejasini ko'rsatib qo'ydi. Alloh va rasulining gapida tursam, quloq solinglar, agar chiqib ketsam, quloq solmanglar. Xato qilsam tuzatinglar, agar to'g'ri ish qilsam, menga ko'mak beringlar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning saboti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin bir necha o'rinlarda ko'rindi. Rasululloh vafot qilishligidan burun Mu'tada musulmonlarni boshqarib borgan Zayd ibn Xorisani o'ldirgan Rumga qarshi payg'ambarimiz qo'shin tayinlagan edi. Bu qo'shinni boshlig'i qilib 18 yasharlik Usoma ibn Zayd ana shu shahid bo'lgan amirning o'g'lini otasini o'chini olishi uchun qo'shin tayyorlab chiqarmoqchi bo'lgan edi. 2 kundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Rasululloh vafot qilganda Arab jazirasi to'laligicha kofir bo'lib ketdi. 3 ta shahar, Makka, Madina, Toifdan boshqa hamma shahar dindan qaytib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Makka fathidan keyin qabilalar vaqt bo'lib kelib, butun qabilalar iymon keltirgan edi. Endi Rasulullohning vafotini eshitgandan keyin dindan qaytishni boshladi. Bir toifa biz namoz o'qimaymiz deb chiqishdi. Bir toifa biz roza tutmaymiz deb chiqdi. Bir toifa biz zakot bermaymiz deb chiqdi. Mayli la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'laversin, zakot bermaymiz. Madinaga xavf tug'ildi atrofdagi qabilalarda. Shunda xalifa bo'lgan Abu Bakrga kelib sahobalardan Umar ibn al-Xattob va boshqa kishilar taklif qilishdi. Qo'shin chiqmasin, Madinaning himoyasiga kerak bo'ladi deganda, jahllari shunday chiqib turib Abu Bakr aytadiki, Allohga qasam deydi. Rasululloh ko'targan bayroqni men tushirmayman deydi. Rasululloh tutgan bayroqni Usomaga men qo'ldan berga tushirmayman. Rasululloh yiqqan qo'shin albatta manzilga qarab yuradi dedi. Agar Madinada ummahatul mu'minin, mu'minlarning onalariga itlar kelib tishlari bilan tashlanib oyoqlariga osiladigan bo'lsa, men o'zim jang qilaman ularga qarshi. Lekin Usomani qo'shini chiqadi. Rasulullohni ko'targan bayroq to'xtamaydi dedi. Sahobalar, bo'lmasam qo'shin chiqadigan bo'lsa, sal Usomadan ko'ra yoshi kattaroq odamni amir qilmaysizmi deganda, yana ham jahllar qattiqroq chiqadi. Rasululloh qo'ygan amirni almashtirdi deyapsizlarmi? Allohga qasam, qanday bo'lsa shunday chiqadi. Madinaning atrofida Madinaga tajovuz qilishi mumkin bo'lgan qabilalarning ko'p bo'lishiga qaramasdan,
Abu Bakr sobit turdi. Va mana shu ishi alal oqibat musulmonlarning foydasiga bo'ldi. Madinaga hujum qilishlikka shaylanib turgan ba'zi qabilalar Usomaning qo'shini chiqib ketayotganligini ko'rib, Rumga qarshi yuborayotgan qo'shinda adadi shuncha bo'lsa, Madinada ham katta quvvat bor ekan dedda, ular o'zlarining shashlaridan tushib qolishdi. Usoma bordi, Rumni yengdi, katta g'animalar bilan qaytib keldi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana shu qaytib kelgan qo'shinni ana shu murtadlarni ta'zirini berishlik uchun, dinga qaytadan olib kelishlik uchun ularga qo'shin yubordi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganlarning ustiga qo'shin tortdi Abu Bakr. Sahobalar yana ikkilanib qolishdi. Axir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illalloh faman qala la ilaha illalloh faqat asama minni malahu va nafsahu illa bihaqqiha degan edi-ku. Odamlar la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa, mollarini va jonlarini mendan himoya qiladi degan. Qanday qilib kalima keltirgan kishilarni biz ustiga qo'shin tortamiz deb sahobalar tushunmagan paytda Abu Bakr ularga qo'shin chiqarishlikda qattiq turib oldi. Mana shunday bir go'shsiz oriq bo'lgan, ko'rinishi bir ulkan bo'lmagan Abu Bakrning oldiga kirgani birorta bir odamda jur'at topilmadi. Haybat bor edi u kishida. Eng jur'atli bo'lgan Hazrat Umarni kirgizishdi. Umar ayting, axir qanday qilib kalima keltirganlarga qo'shin yuboramiz deganda Umar ibn Xattob kirib, sahobalarga shu taklifni aytganda, mana shu nozik bo'lgan Abu Bakr Umarning soqolidan bitta siltib yerga tushirib turib, shunda soqol odam aytadiki, "Ey Xattobning bolasi" deydi. Kalima keltirgan bo'lsa ham, Rasululloh davrida bergan zakotni bitta arqonini qisqartiradigan bo'lsa, ularni qirib tashlayman. Zero zakot bilan namozni o'rtasini ajratgan odam musulmon bo'lmaydi dedi. Umar aytadi, dunyoda deydi odam bolasidan qo'rqqan emasman deydi. Lekin shu o'rinda Abu Bakrdan qo'rqdim deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa, lekin namozni inkor qilsa, namoz o'qimasa bo'laradi desa kofir bo'ladi. Namoz o'qib, roza tutsa, lekin zakotni bermasa bo'laradi deb turib, dinda zarur deyilgan farzdan bittasini inkor qilsa inson kofir bo'ladi. Buni Abu Bakr yaxshi bilar edi. 11 ta bayroq chiqardi murtadlarni dinga qaytarishlik uchun. Mana shu o'rin birodarlar yaxshilab tushunib olaylik. Islom ummatini boshiga kelgan fitnalarning eng kattasi edi. Chunki ummatda chachilib ketishlik xavfi bor edi. Bugun bular zakot bermaymiz desa, bo'pti zakot bermay qo'yinglar desa, ertaga narigisi namoz o'qimaymiz deb chiqadi. Qarabsizki, ummatning ishi sochilib ketar edi. Abu Bakr Siddiq ummatni shunday bitta qilib qo'ygan. Umar ibn Xattob ikki qilib qo'ygan. Bu zakot bermayman degan kishilar islomda yoppasi inkor qilgan kishilar bilan barobar edi. Bu riddalarda o'zini joyiga keltirishlik ishi tugagandan keyin Umar ibn Xattob aytadilar, butun ummatni Abu Bakrning oldida peshonasini o'pib qo'yishlik qarzi bor deydi. Chunki hech kim tushunmay turgan paytda Alloh taolo Abu Bakrning qalbiga mana shunday bir haqiqatni joylagan edi. Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qanday bo'lgan? Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni risolati bilan yubordi. U zot avval o'zining oilasidan, qavmidan, so'ngra butun bir insoniyatga dinni tarqatdi. Va ularning oldida birinchi bo'lib yordam bergan kishi Abu Bakr Siddiq edi. Bunga hujjatlar ko'p. Rasululloh aytadilar, Alloh meni payg'ambar qilib sizlarga yuborganida sizlar kofir bo'ldinglar menga ko'pchiliginglar. Faqat Abu Bakr ikkilanmasdan iymon keltirdi. Moli bilan, joni bilan menga ko'makchi bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birinchi bo'lib iymon keltirdi. Mashhur hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarda bittalarning iymoninglar mukammal bo'lmaydi, toki o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birodariga ravo ko'rmagunicha. Mana dunyoda o'ziga inson ko'p narsalarni yaxshi ko'radi. Sanaylik-da, birinchi pul deymiz, sog'lik, tinchlik, xullas bilamiz. Lekin eng katta yaxshilik nima? La ilaha illalloh. Chunki har qancha pildek sog' bo'ling, 1000 yil umr kechiring, Fir'avndek boy bo'ling, lekin la ilaha illallohni Alloh bermagan bo'lsa, sizning hayotingiz sariqchaqaga arzimaydi. Eng katta yaxshilik la ilaha illalloh. Abu Bakr mana shu kalimani o'ziga qanday ravo ko'rgan bo'lsa, iymon keltirgan birinchi kunidan boshlab odamlarni da'vat qilishga bel bog'ladi.
Qaranglar, iymon keltirdi. Bo'pti, o'zimga kelib olay 1-2 kundan keyin. Sal devor-pevolimi, tomponmi, xullas yo'q, iymon keltirdi-da, bu kishining iymonini komilligini ko'rib ko'rin shu yerda. Iymon keltirdi-da, ravo ko'ryapti. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar ummatning iymoni bitta pallaga qo'yilsa, hammasiniki, sahobalardan tortib tobiinlargacha, hozirgi zamonimizgacha, ikkinchi pallaga Abu Bakrning iymoni qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi deydi. Ya'ni shunchalik iymoni og'irmi? Ha, shunday og'ir. Ulamolardan biri mana shu haqida shunday bir fikr bildiradiki, nimaga deydi Abu Bakrning iymoni og'ir kelar ekan deydi. Tirikligida jannatiy ekanligini xabarini eshitgan 10 ta sahoba bo'lgan, bilasizlar. Shulardan 6 tasi Abu Bakrning qo'liga iymon keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bir kishi ikkinchi kishini savobli ishga dalolat qilsa, ikkinchi kishi savobli amal qilsa, dalolat qilgan odamga ham savobi boradimi? Mana shu 6 ta jannatiy sahobani islomiga sabab bo'lgan Abu Bakrga shu sahobalarning qilgan amalidan ajr bo'ladimi? Qo'shing o'zi Abu Bakrning o'zini qilgan savoblarini. Kim yeta oladi bu zotga? Da'vat qilgan birinchi kunida kimlar iymon keltirdi? Ko'ringlar. Usmon ibn Affon. Xulofoi Roshidlar tushunsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qiziga kuyov bo'lgan sahoba. Talhat ibn Ubaydulloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yaqin sahobalaridan. Zubayr ibn al-Avvom, payg'ambarimizning ammalarining o'g'li. Har bir payg'ambarning havoriysi bo'ladi ishongan dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Meni havoriyim Zubayr ibn al-Avvom degan. Kimlar Abu Bakrning qo'lida iymonga kelyapti? Sa'd ibn Abi Waqqos. Ota-onam fido bo'lsin sizga esab, oting deb turib, Rasululloh faqat Sa'd ibn Abi Waqqos uchun ota-onasini fido qilgan. Umrining oxirigacha maqtanib yurgan bu kishi. Birinchi kunda iymon keltirgan 4 ta odam tirikligidagi jannatiy odamlarning 4 tasi. Ikkinchi kunda qilingan da'vatida Usmon ibn Maz'un, Abu Ubaydah ibn al-Jarroh, Abdurrahmon ibn Avf, Abi Salama ibn Abdul Asad, Arqam ibn Abil Arqam. Abu Bakr hamma ishda hamma sahobadan o'zib ketgan. Endi bular hech qaysisi bu ishda o'z olmaydi, chunki ularning islomiga Abu Bakr sabab bo'ldi. Nimasi bilan aziz bo'ldi Abu Bakr? Bu ummatga yaxshilikni ravo ko'rganligi bilan, la ilaha illallohni odamlarga ravo ko'rib ilinganligi bilan aziz bo'ldi. Bizda bormi shu narsa? Biz nimalarga shoshilyapmiz? Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu ishni qilishlikda deyapti Alloh taolo. Oxiratda ishini qilishlikda bir-biringlar bilan musobaqa o'ynaylar deydi. Inson xohlaydimi, xohlamaydimi musobaqa o'ynaydi hayotida. Kiyim kiyishda, telefon tutishda, mashina minishda, uy solishda,